Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Sizlar bilan boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi fanidan yana bir muhim mavzular bilan tanishib o'tamiz. Bugungi bizning birinchi mavzuyimiz fan haqida va uning maqsadlari haqida bo'ladi. Mavzu fanning maqsad va vazifalari deb nomlanadi. Endi biz bu fanning maqsad va vazifalari nimadan iborat ekanligini sizlar bilan ikkita reja asosida ko'rib o'tamiz. Birinchi rejamiz fanning maqsadi, ikkinchi rejamiz fanning vazifalari. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining malakali pedagog kadrlarni qayta tayyorlash hamda o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalarini shakllantirish, kadrlar bilan ta'minlash tizimini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida mazkur tizimning rahbar va pedagog kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash masalalariga alohida e'tibor qaratilishi zarurligi aytib o'tilgan. Shunga bog'liq ravishda ushbu fanda biz maktab ta'lim muassasalari uchun pedagoglar tayyorlovchi oliy o'quv yurtlar professor o'qituvchilarining aynan qanday kompetensiyalarga ega bo'lishi lozimligi bo'yicha to'plagan ma'lumotlarimiz bilan o'rtoqlashib o'tishni vazifa qilib qo'ydik. Sizlar bilan birma-bir tanishib o'tamiz. Har qanday o'qituvchi ham kompetentlik nimani anglatishini va u kompetensiyadan nimasi bilan farq qilishini bilavermaydi. Kompetentlik tushunchasi pedagogning ma'lumoti, ko'nikmasi, qobiliyati va tajribasini o'z ichiga oladi. Boshqacha aytganda, uning ma'lum bir ish turini bajarish qobiliyati hisoblanadi. Shuning uchun shu jihatlari bilan ham biz kompetentlikni kompetensiyadan ajratib olamiz. Kompetentlik va kompetensiya tushunchalari bir-biriga o'xshash. Kompetensiya so'zi tarjimada layoqatli, munosibman degan ma'nolarni bildiradi. Kompetentlik ma'lum holat xususida to'g'ri mulohaza yuritishga imkon beradigan, bilimga ega bo'lish, dalil-isbotli fikr, kishining muayyan sohada saviyasini ifoda etadigan atama hisoblanadi. Kompetentlik bu fanimizning asosiy tushunchalaridan biridir. Kompetentlik qanday shakllanadi? O'qituvchining kompetentligini shakllantirish uchun asosiy narsa bu uning kasbiy ta'limidir. Albatta, o'qituvchi uchun kasbiy ta'lim bu juda ham muhim. Kelajakda amaliyotda olingan bilim va ko'nikmalar boshlang'ich kompetensiya darajasini to'ldiradi. Bularning barchasini biz formula shaklida ko'rishimiz mumkin. Kompetentlik, bajaraman, qila olaman kabi o'zining formulasi mavjud. Mana aziz o'quvchilar, sizlar bilan fanning maqsad va vazifalari bilan tanishib o'tdik. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.